O'rda fermamga xush kelibsiz. Ismim Sherzod. Instagramda shaharli fermer akkauntini yurgizaman. Uchastkamizga o'rda ferma qilganmiz. Hozirda 160 bosh o'rdagimiz bor. 300, 350, 400, 500 tagacha o'rdak boqdik. O'rdachilik orqasidan daromad qilamiz va bu qilinayotgan daromadlar foydali kontentlarda Instagramda bo'lishib borayotirdim. Fermamizda qorabosh o'rdaklari, naryoqda quyonlarimiz bor, bu yoqda qushlarimiz bor. Yangi qo'shilganlar uchun ma'lumot o'rnida. Kanalımizda rasxodlari, doxodlari, kirdi chiqdalari, plus-minuslari haqida bo'lishib boraman. Hozirgi videomiz yem yetishmovchiligidan ko'pchilik qiynaladi va yemlarni qaysi holatlarda berish kerak, qanaqalarini berish kerak. Cho'ntakdan ziyon qilmaslik uchun va bularda отравление bo'lib qolishini oldini olish maqsadida hozir yem olib kelganman. Proporsiyalari, ratsionlari alishtirib turaman. Bu meni fermam. Fermamga xush kelibsiz. Hoppa. Qoch oyoqda edi. Ko'ryapmanmi seni men? Bugun yangi yem olib kelganmiz. Yem 60 ga 40 degani. 60 kilo makka, 40 kilo kambikorum. Kambikorumda 5 xil ingredient qo'shilgan. Ichida arpasi bor, bedasi bor, makka, bug'doy, yana bir narsasi bor. Bu ratsion har 5 kunda, har 4 kunda o'zgarib turadi. Tayyorlanish jarayonini bir qator ko'rsatib o'taman. Keyingi ratsionni ham bitta boshqa video olaman. Bu yerda 100 kilo yem, 100 kilo o'rtacha 4700 so'mga 1 kilosi aylanyapti. Undan oldin 4300 so'mlik yem ishlatyapti. Kepak, 2 qop, bir qop aralashma yem. Shu bizga 4300 so'mdan 100 kilosi aylanyapti. Bu yemni tayyorlayotganda ba'zida ichiga non aralashtiramiz, non qattiqlarini uyutib beramiz va baliq yog'ini bakalashga olib kelib, baliqxonalardan aralashtirib beramiz. Baliq yog'i bularga tuxumga kirishiga, immunitetiga foydali bo'ladi. Hozir baliq yog'imiz tugab qo'ygan, bugun olib kelish esdan chiqdi. Albatta aralashtirib turish kerak shularni. Qoch. Kambikorimdan boshladik. Bu yerda quruq kepay emas, bug'doy bor, arpa bor, makani droblonnisi bor, yana beda bor, yana bir narsasi bor. Kepay bor ekan. Hammasi 5 xil ingredient qo'shilgan. Asha jonda to'ldirib beramiz, bir kunda 2 mahal beriladi. Qoch. O'rtacha necha kilo bo'ladi bu bilmayman. Orientirowishni mana shu jomda, mana shu bo'y tayyorlayapman. Bir kunda 2 mahal beraman. Oktagonga chiqarib yuboraylik bu ho'kizlarni ham. Dakanlardan battar urishadi bular. Yiqilma. Shuncha ham hayb bo'ladi. O'rtacha qimmati lekin semirib dadil turish kerak. Kambiko'rimi kepaydan ko'ra ancha foydaliroq. Chunki 5 xil narsasi bor-da buni. Bismillah. Qo'shtiringlar bolalar, qo'shtiringlar. Keldi. Fermada oldin mol boqilgan. Bu uzunasiga mol ferma. Ichkarini dezinfeksiya qilib, polniy tozalab, o'rdalar qishicha ichkarida boqdik. Ichkarini bitta obzor qilaman keyingi videolarda. Hozir faqat foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib, jarayon davomida videolar joylab boraman. Naryoqda quyon fermamiz ham bor. Quyonlar ham eng olifta quyonlardan. Rosa puldor. Oddiy go'sht yo'nalishida emas. Go'sht yo'nalishiga ham qilamiz. Avval qilganidek o'zi, hozir faqat zotlilari. Ular bilan vaqti bilan bo'lishib boraman, xudo xolasa. Fermamizda 3 xil turdagi o'rdak bor. Chorniy izumrud, germanskiy deb qo'yadi, germanskiy lavanda bor va oddiy qorabosh. Bular hammasi qorani ham 3 xilidan bor. Oqidan ham bor. Oddiy oqi broiler deb qo'yadi, germanskiy deb qo'yadi uni ham. Ularni ham zotga olib kelganmiz. Asosan soqa qiladigan joyimiz faqat qora o'rdaklardan. Ikkita prinsipda boqamiz. Qish ichi go'sht yo'nalishida boqamiz, bahorga chiqqanda bola yo'nalishida. Nasib bo'lsa bu yerda hozir 160 ta, 40 tasi yoki 30 tasi xo'raz, qolgani makyon. Tuxum yo'nalishida va bola yo'nalishida shug'ullanamiz. O'rdachilik orqasidan qora qozon qaynatamiz. Bularning ma'lumotlarini berib boraman. Qaroq va qiziqarli videolar Instagramimda joylashgan. Instagramda shaharli fermer deb yozsangiz, xudo xolasa chiqib kelaman. Kanalimizda, YouTube'imizda ham, Instagramimizda ham faqat insonga manfaatli videolar. Oldi qochdi gaplar yo'q, o'zimizning tajribadan, kichkinagina joydan soqa ishlash manfaatli videolari. Insondan insonga yaxshilik qoladi. Bu ishda sabr, qunt va hafsala bilan yondashish kerak. Bo'lmasa 100 so'm ham topolmaysiz. Xudoga shukr, shu kungacha yetib keldik. O'rdakchilik, qush, quyonchilik orqasidan pul ishlab kelyapmiz. Mana shu ishlash jarayonida, mana shu tirikchiliklarimiz bilan bo'lishib boryapman.
Nasib o'rdalarimiz tuxumga yaqin tuxumlashni boshladi ham shekilli. Naryoqda karantin zonamizga qarasak, tug'ib qo'ygan ekan o'sha. Tovuq tuqqanmi? Ikkita besmetni tovuqim bor. Yo o'rdak tuqqan bilmay qoldik, farqlanmay qoldik. Naryoqdan paqirdan yasalgan grizolarimizga ham tuxum tug'ib qo'yibdi. Kimligini bilmayapmiz. Bundan buyog'i tug'ish jarayoni boshlandi, xudo xolasa. Tuxumi va jo'jasi yetishtirish maqsadidamiz, xudo xolasa.